HYG mas'uliyat bilan o'sadigan brend. O'sish faqat raqamlar emas. Bu mas'uliyat. Ishonch bildirganlar va yonimizda bo'lganlar oldidagi burch. HYG boshlanganida biz faqat yaxshilik qilishni xohlagan edik. Bugun biz o'smoqdamiz. Bizning har bir qadamimiz va'dadir. Insonparvarlikni hech qachon yo'qotmaslik va'dasidir. Brendimizning kuchi bozor hajmi bilan emas, yaratgan yaxshiligimizning og'irligi bilan o'lchanadi. Boshqalar foyda izlaydigan joyda biz mohiyat izlaymiz. Boshqalar fabrika qurganda biz ishonch qurmoqdamiz. Bizning mahsulotlarimiz laboratoriyalarda yaratiladi. Lekin ularning ildizi inson qalbidadir. O'zbekistondan Yaponiyagacha, Afrikadan Yevropaga, Amerikadan Arabistongacha biz bir tilda gapiramiz. G'amxo'rlik tilida. Dunyodagi har bir inson qaysi burchakda bo'lmasin, HYG'da o'z uyining bir bo'lagini ko'ra oladi. Biz o'smoqdamiz, ammo bizning o'sishimiz mas'uliyatdir. Sifat uchun, insonlar uchun, jamiyat uchun. HYG yuqoriga emas, qalblarga kirib boradigan brend. Uning manzili vaqt uzoqligi, ishonch bardavomligi, yuraklarni zabt etishi va jamiyat qadrini tarannum etishdir.